Assalomu alaykum, xayrli tong. Bugun o'quvchilarimda kinezir taypирование darsi. O'zi bitirib ketgan o'quvchilarim ham, shogirdlarim ham, ustoz qatdan taypni olasiz, bizga ham maslahat bering. Ko'p joylardan olib ko'rdik, internetlardan zakaz qildik, OLXdan oldik, lekin nimagadir allergiya beryapti, ili ko'chib ketyapti deyishyapti. O'shaning uchun hurmatli o'quvchilarim, shogirdlarim va hamkasblarim, men o'zim oladigan tayplarni sizlarga ko'rsatmoqchi. Mana tayplarni ko'rsanglar bo'ladi. Bu eng professional, eng zo'r tayplar. Har doim men ma'murdan olaman. Bularda eng professionalniy tayplar bo'ladi. Bemalol olsanglar bo'ladi. Har xil usuldagilari bor. Xuddi klassическийli ham, усиленный ham, детскийsi ham, hammasi bor va ishonchli, hech qanaqa allergiya bermaydi. Hammasi dishishli, bemalol olishinglar mumkin. Atmetka qilib qo'yaman. Boshqa yo'llardan olib, allergichniy bo'lib, har xil yo'lga ko'chib ketib, hech qanaqa nima deydi, natija olmasdan yurmasligingiz uchun, sizlar so'raganingiz uchun atmetka qilib beraman.